Sizlarning qo'linglarga ichida 20 ming so'zlik bor bir lug'at berilib, bu lug'atga uningda yo'q so'zdan birini qo'shish talab qilinsa, mazkur lug'atga bu yangi so'zni qo'sha olishingiz uchun qanday qilishingiz kerak? Tunji bo'lib qilishga tegishlik ish lug'atdagi barliq so'zlarni yodlashdir. Chunki lug'atda bor bo'lgan so'zlarni to'liq bilmay turib, uningga yangi bir so'z qo'shish mumkin emas. Undaq bo'lgan ekan, sizlarga 20 ming so'zlik lug'at emas, balki milliard so'zlik lug'at berilib, bu lug'atga har kuni 350 ming yangi so'z qo'shish talab qilinsa, buni qila olamsizlar? Albatta qilolmaysizlar. Undaqda bundaq qilish uchun kompyuterdek bir uskuna qo'llanmasdan qancha kishi ishlashi kerak? Shundaqla birli vaqtda bu kishilarga yana 1 million dona o'xshamagan lug'at berilib, ular bu lug'atlarga har kuni yangi so'zlarni qo'shidi deyli. Bu lug'atlarning ma'lum bir qismiga har kuni 100 ming so'z, yana bir qismiga 500 ming so'z, yana ba'zilariga bo'lsa har kuni million emas, milliardlagan so'zlarni qo'shidi. Keyin qo'shilgan har bir so'z mazkur lug'atdagi hech qanday so'zga o'xshamaydigan bo'lishi shart. Acaba buni qilish mumkinmi? Undaqda, agar siz bu ishning mukammal shaklda o'rindilayotganligini, 1 million o'xshamagan lug'atning har biriga har kuni 100 minglagan va millionlagan yangi so'zlarning qo'shilayotganligini ko'rsangiz, bu hodisani tasaddiqlikqa havola qila olamsiz? Albatta undaq qilolmaysiz. Demak, mushu misollardagiga o'xshash inson turimi bir lug'atdir. Her bir insonni bir so'zga o'xshatganimizda, hozir bu lug'atda 7 milliard xam so'z bor. İnson lug'atining so'zlari bo'lgan har bir inson yana biriga o'xshamaydi va har kuni bu lug'atga 350 ming yangi so'z qo'shilib turadi. Shundoq, har kuni 350 ming buvoq tug'iladi va bu 350 ming buvoqning hech birining chiroyi uningdan burun yaratilgan bir buvoqning chiroyiga o'xshab qolmaydi. Acaba bu lug'atning tasaddibiy paydo bo'lib qolishi va bu lug'atga har kuni yangi so'zlarning tasaddibiy qo'shilib qolishi mumkinmi? Olimlar yer sharida o'xshamagan 1 million tur jonliq borligini bayqagan bo'lib, qushlardan biliqlargacha, gul chechaklardan dal daraxtlargacha, qurt qo'ng'izlardan hayvonotlargacha sanab tugatgala bo'lmaydigan to'liq 1 million tur jonliq. Her bir turni bir lug'atga o'xshatsak, hozir yer sharida bir-biriga o'xshamaydigan to'liq 1 million lug'at bor degan gap. Bu lug'atlardan chivin lug'atiga qarab boqayli. Bir bahar faslida yaratilgan chivinlarning soni Odam alayhissalomdan tortib to qiyomatgacha qadar yaratilgan butun insonlarning sonidanmi ko'pdir. Endi chivin turi lug'atidagi so'zlarning qanchalik darajada ko'p ekanligini faraz qila olamsiz? Shundaqla bu lug'atdagi hech bir so'z boshqa bir so'zga o'xshamaydi. Ya'ni hech bir chivin yana bir chivinga o'xshash emas. Acaba trillion bilan mo ifodalagila bo'lmag'idek darajada ko'p sondagi chivinlarning o'zligidan paydo bo'lib qelishi, har birining o'xshamagan shaklga ega bo'lishi mumkinmi? Bundaq bo'lishi aqlga sig'amdi. Qordonchilarimi bir lug'atdir. Bu lug'atning so'zlari bo'lgan qordonchilarining sonini har qancha qisaqmi raqamlar bilan ifodalab berolmaymiz. Bu lug'atning hech bir so'zlik yana biriga o'xshamaydi. Albatta, har bir qordonchisi yana biridan farqli. Hech biri yana biriga aynan o'xshamaydi. Tirnoqdek cho'nliqdagi qordonchilaridan bir-biriga o'xshamaydigan cheksiz shakllarni yaratish Allohdan boshqa birining ishi bo'lishi mumkinmi? Agar xohlasangiz, boshqa lug'atlarni bir tarafga qo'yib qo'yib, faqat inson lug'atiga nazarimizni og'dirib, bu lug'at ichidagi bir so'zlik bo'lgan bir insonning chiroyini ayrim inchikilab boqayli. Insonning chiroyi uchun ishlatilgan xom material to'limi oddiy. Faqat bir teri, bir jup ko'z va oz to'la tukla. Shundoq bo'lishiga qaramay, u chiroyda ajoyib bir go'zallik bor. Acaba siz 2 oylik bo'lgan bir buvoqning chiroyidagi shunchavala sopliq ham oddiylik ichida shundoq go'zal bir chiroyning yoritilganligini ko'rmagan bo'lsangiz, buni xiyolingizga keltira olamsiz?
Bir inson uchun bir chiroy sizgandan keyin ikkinchisi uchun boshqa bir chiroy sizish hech bo'lmaganda yana shunchalik qiyin. Hammasida o'xshash materiallardan foydalanib, har narsaga boshqa chiroy sizish haqida mashhur fransuz rassom Henri Matisse mundoq deydi. Bir rassomga nisbatan atirgulning rasmini sizishdimi qiyin ish bo'lmasa kerak. Chunki u bir oz ilgari sizgan barliq atirgulning rasmlarini bir yoqqa cho'rib etib, har birini qayta sizmasa bo'lmaydi. Uning ustiga insonning chiroyi odatdagi bir portretga hargiz o'xshamaydi. Uningga o'rinlashtirilgan har bir organ qanchalik darajada cheksiz san'at talab qilsa, u organlarning funksiyalari mo shunchalik cheksiz bilim talab qiladi. Biz bu funksiyalarning hammasini nazardan soqit qilgan taqdirdami, bu chiroyni tabassum, andisha, xushalliq, qo'rqinch va qoqoqlab kulish degandek yuzlagan ma'nilarni ifodalaydigan holatga keltirish uni yaratganga o'xshash qiyin emasmi? Dengizni bir istakanga sig'dirish qanchalik qiyin bo'lsa, insonning ichki hissiyotini chiroyida ifodalamakmi shunchalik tezki to'xtaydi. Bir haykaltarashning odatdagi bir haykalni o'lchamli shaklda o'yib chiqishi uchun ba'zida yil bo'yi ishlashiga to'g'ri keladi. Ammo har sekundi 4 inson va har kuni 350 ming inson nihoyatda osonlik yaratilib turadigan bo'lib, uning ustiga ularning har biriga o'zgacha chiroy ato qilingan. Endi so'rab boqayli. Bir-biriga o'xshamaydigan bu chiroylarning yaratquchisi kim? Eng arzimas moddalardan bir san'at mo'jizasi yaratib, o'z san'ati orqali aqllarni lol qilgan bu san'atkor zodi kim? O chiroylarni sanoqsiz ma'nilarni ifodalaydigan holatga keltirgani zodi kim? Har kimga o'zgacha chiroy ato qilgani kim? O chiroydagi organlarga ashundoq ajoyib ishlarni qildirgani kim? Ko'zga ko'rishni, burunga purashni, tilga tetishni, quloqqa anglashni o'rgatgani kim? Mushu kimlarning hammasining faqat birli javobi bor. U bo'lsa-mu maxluqotlarga shakl ato qiluvchi Allohdir. Shundoq insonning chiroyiga o'xshash yomg'ir tomchilaridan qor donchilarigacha, babunadin qalampurgacha, barmoq izlaridan ko'z qorchuqlarigacha, chumolilardan osmondagi yulduzlargacha, zarrachilardan samon yo'li sistemlarigacha har bir mavjudot o'ziga xos bir qiyofat ham shakl bilan yaratilib turadi. Har bir maxluqqa o'zgacha shakl berilishi hamda u maxluqning o'z turidan hech biriga o'xshamasligi shuni isbotlaydi-ki, Janobi Alloh mavjuddir, yegonadir. Ilmi cheksiz, qudrati cheksiz va irodasi cheklamasizdir.